Assalomu alaykum. Hozirgi operatsiyamizda septoplastika burun to'sig'i juda ham keskin qiyshayib ketgan bu qizimizda. Ko'rishingiz mumkin, qiyshayib chiqib ketgan. Bularda tishlarida ham yuqori jag'da o'zgarish bor, tishlarining qatori buzilib ketgan. Bizning operatsiyadan keyin stomatologlar brekit taqadi. Septoplastika qilishdan maqsad o'sha brekit qo'yilganda ham tishlarning qatori tez, oson keladi. O'sha maqsadda septoplastika qilinyapti. Bizani kuzatish davom eting. Mana alhamdulillah operatsiyamizni tugatib oldik. Bemorimiz burun to'siq qiyshiqligidan qutulib oldilar. Mana to'siqlar tep-tekis holatda turibdi. Keskin chiqib ketgandi mana shu tarafga. Qo'lning tomoqlari ko'rinib turibdi. Qo'lning dimoqlari ko'rinib turibdi. Inshaalloh burundan maza qilib nafas oladilar. Operatsiya natijalarini 10-15 kundan keyin sizlar bilan ulashamiz.